天大地云飞走，人欢马笑狗忧愁。乾坤倒转人做主，企鹅从山野风流。宝藏，你丢掉拐杖，才变礼貌。宝藏，你想笑却哭，想哭却笑啊！宝藏，快悬崖勒马，换骨脱胎，死去生来，企鹅从山了，王宝藏，你做人猪狗，你做人猪狗，猪狗做人，快快死了！风流啊风流，喝酒啊喝酒，人间岂容鬼做主，人生公路后山后。喝酒啊喝酒，风流啊风流，乱世暮暮总一宿，江山换人长天游。李道轩，哎，李道轩，喂，不给的，那ketganda uxlamay.李道轩，당황한다.李老轩，ketganda. Cho'qir, men bu yerda nima qilyapsiz? Men dadingiz bilan muhtoj qilib kirgan. Hey, dadam qani? Shu kirsam qarasam ko'rinmaydi-ku. Siz dadam ne ketdi? Dadingizni ne ketganligini men nima bilay? Siz dadamni? Ey, Lirada. Men sizning dadingizni nima qilaman? Agar dadingizni men bir nima qilgan bo'lsam, bu yerda o'ltiramanmi? Allaqachon tiklatmay. Dada! 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 Doklar, priyatrat başlığı. Levigimni topamadik. Dadamni nega gapiryaptingiz? Dadangizni qachon ko'ribdiman? Cho'qim siz ziyonkashlik qildingiz. Tangriga qasam qilay. Dadangizga ziyonkashlik qilgan bo'lsam, meni chaqmoq ursin. Anlab turish. Dadamga bir ish bo'lib qoladigan bo'lsa, hech qaysini qilib qutlamaysan. Hargiz yuz xotir qilmayman. Dadamni darhol izlash. Dadamni cho'qim tepish. Tez izdanla, sizlar mamlaringlar. Atraf başlığı. Akhutu ben buradarlarını şıkay. Lebegimde adını bizdeyim. Tez bering. Obdan qipsiz. Ben hiç çıkma. Nima? Yuanfu. Buni siz qildingizmi? Ha? Yuanfu, men sizdan ansirayapman. Rost. Anlab qo'ying. Men sizning gumonliman. Buni cho'qim aniqlayman.
Lilauşe! Dada! Libigim! Libigim! Lilauşe! Evet, tanıtı olaylı. Lilauşe! Dada! Meni nimaga izlagandingiz? Tangji ishidan so'rab beqing. Ma'qul. Tangji ishi, Wang cho'qir ishkinglar Lilaoshan nega gapiryaptinglar? Senden gap so'rayapman. Gachib qoldingmi? Nima gaping bo'lsa, Wang begimdan so'ra. Men bilmayman. Hey! Javob ber. Nimani so'rasam, shuni javob ber. Ha? Gap qilmaysan-ku. Jiningni olmaydigan bo'lsam, qo'linglarni tortinglar. Hammanglar o'z adam turib, neymiş ki bundaq çocuk xo'rozdek so'qishsizlar? Tangji, men keyin alpang berman. Men hech kimdan qo'rqmayman. U haromliq. Yuanfu. Men inchik o'yladim. Bu ishni cho'qim Wang cho'qir qilgan. Biroq o tunugin menga dadamning kelish maqsadini bilishga uni avatganingizni aytgan. Men? Ha? Men uni qachon avatibdiman? Quruq gap. Og'zi kelgani jo'ylibdi. Siz texchi bilmadingizmi? Wang cho'qir bundaq ishni qilishga bek usta. Uni hozirli so'roq qilaman. Yo'q. Avval uni so'roq qilmay, Tangji ishini so'roq qiling. Shu chaqda o'sal ahvol qilmaysiz. Tangji ishi, menga rost gapni qilsang, bir qush qiningdan kechiman. Men hech qanday ish qilmadim. Yanada ixro qilmamsan? Urala! To'xta. Liyatrat başlığı. Mening adımımni neymiş siz? O dadamga qasd qilgan bo'lsa, bunda qilmaydim. Ha, siz buni qanday bildingiz? Wang Jinbiao o'z ko'z bilan ko'ribdi. Wang Jinbiao? Wang Jinbiao, o aramda bu yoqqa. Hey! Sen Tangji ishining Li begimga qasd qilganligini ko'rdingmi? Ko'rdim. Hey, emse şu çocuk ahvalini bir so'zlab baqaram, men anglab baqay ha. Men oqshom Tangji ishining lebigimni o'jirsiz kirib ketganini ko'rdim. Ular taqqa chiqib ketdi. Keyin Tangji ishi o'z yolg'iz qaytib keldi. Ha? Şaramlık jo'ylayapsan. Hey, Tangji ishi oqshom men bilan to'g'ri bir kecha birga o'tirib tunidi. O sizning yaqin odimingiz. Sizning gapingiz hisob emas. Shudaq. Janaxon qaz. Men uchun bir lilla gap qo'ying. Agar ha 100 xotir qilishmasak, bakam yer qizil qolg'a chiqdi adamga ya. Men albatta lilla gap qilaman. Wang Jinbiao guvoh bo'ldi. Surishtirmasak bo'lmaydi. Wang Jinbiao. Sen men bilan billa Lungin teg'idan tushgan. Sening ma qo'ling ajab teshig'iga keldik-na? Ha? Hey. Birodarlar, depaqinglar, men Wang Yaozu sizlarning otamninglarmi? Shunda! Amisa Tangji ishi sizlarning birodaringlarmi? Shunda! O. Atrat boshlig'i.
Men adamlarımla başlap men bir japadi yeniniz girip sepki koşulsam adamımni moşundaqma bozak kılamsız siz? O dadamga qas qilmagan bo'lsa, bunda qilmaydim. Bu dadınızga kas qilmadi. Ems kim qas qildi? Ish qilib tongji ishi emas. Vang cho'qir. Men bunchilik odamingdan qo'rqib qolamanmi? Vay, bizmi sening muntizim qo'shinida qo'rqib qolamizmi? Qur'onni tushuringlar. Doklad, etraf başlığı. Lebigimni men yo'shirib qo'ygan. Nima deysa? Mening adımımga sen vaqt kelsan-da. Akşam ben uxlay dep tursam, yüzünü etib algan birisi uyga üsüp kirip meni öldürmekçi boldu. Ta'limga Shefugan uni qo'g'layapti. Men amalsiz Shefuganning hujrasida yo'shirinib turdim. Sirtqa chiqib ketini olmadim. Shefugan. Yüzünü itib olgan odam kimkan? Aniq ko'ramadim. Vang cho'qir. Ba, Sizmi emasmi? qandaqmi? Men bilay. Men shu Leyla o'shanning hujrasiga kirganda u yo'q ekan. Buni sizmi ko'rdingizmi? Bestidan qaraganda Wang Bigim emas. O, albatta, emas. Sizningcha o kimga o'xshaydi ekan? Bu yerdagilarga o'xshamaydi. Wang Yalzun evetken tursam nemishqa o'zbishimchilik qildingiz? Uning buyruqni ijro qilmasligini ansirab, Lilaushanni o'ltirib, bundaqni uning döngab qo'yay degan. Chapig'ini olaman deb qarg'u qilib qo'yibsiz. Hey, Shefugan qanday odam? Meningcha uning g'arzi boshqa. Bo'tsatva, o'z panoyingda saqlag'aysan. Dadamni aman esan qilg'aysan. Men bir ishni o'ylayapman. Qaysi ishni? Wang Jinbiyaodan anglasam, Longyan teg'idagi chaqda Xo'chi qechib ketib, lo'ytrat boshlig'i uni tutyapti ekan. Xo'chi jinni saqlab qolish uchun Wang Cho'qirning kompartiyaning shpiyoni debdi ekan. Wang Cho'qir azaldan odam o'ltirmagan turib, Lo atraf boshlig'i bilan Totiqni o'ltirib, banditlarga ataman bo'ldi. Her ishimizga ayon. Wang Cho'qirning birla orzusi bor. U bo'lsa-mu 3-yangi bilan birga yashash. U vakiligar. Banditlarga ataman bo'lgandan keyin qo'shinini Longyin bozoriga olib kompartiyaga topshirib berib, xizmat ko'rsatib gunohini yo'laydi. Lekin bunday qilmay, qo'shinini bu yerga boshlab kelib, biz bilan hamkorlashaman deydi. U bunday qilsa 3-yangidan borgan sari shiraqlab ketadiganligini o'ylamaganmidi? U kompartiyaga qarshi ish qilsa 3-yangi uning bilan hargiz uy tutmaydi. Shunga Xo'chining uni kompartiyaning shpiyoni degini jazman asossiz emas. Uni darhol so'raqlaylik. Aldirmang. Uni yana sinab baqaylik. Wang Cho'qir. Wang Bigim bir chiqibdi. Voy, ha. Shu. Ha, Leyla o'shan nima ishingiz bor? Sana deydigan muhim ishim bor. Ma'qul, kiramiz. Hey. Baqra. Ayagraq verib turaman. Ha, mendan bir so'raq, hech kimni kirgizmayman. Ma'qul. O'zing tutashtirib ol, ha. Choy iching. Nima ishingiz bor, ha? Dana, hech kim anglamaydi, hech kim taqlatdim. Dana. Wang Cho'qir. Men da'vozni qoyil qilib bo'ldim. U haqiqatga qaytish unidi. Ha, rasman. Ha? Kimsini oldisun? Hey, Wang Cho'qir. Sen da'voz bilan birga kompartiyaga taslim bo'l.
u sizga rost shunaqa dedimi? Ay, kallı ketadigan ishda seni aldaytdimmi men? Yenimga da'voz avatganda sizni. Ay, yo'q, men o'zim keldim. Kompartiyaga taslim bo'l deysiz. Sizning o'yingizmi o ya? Ha, shundoq. Evet, amsa deb baqinga. Taslim bo'lish degan qandoq gap? Taslim bo'lish degan shu. Bochoqor, davozning aytishicha, sening qig'ining haqiqat qaytganlik emas, taslim bo'lganlik ekan. Leyla ya yolg'on gapni haqqonlashtirmaydi ekansiz. Chandırıp qo'ydingiz. Yantiqi da'voz avatmagan deysiz. Meni kimning avatganligi bilan koring bo'lmasin. Menmi shu sening g'amingni yavatıman. Anlab qo'ying. Men endi kompartiya bilan aloqa qilmayman. Bochoqor, davozning muntizim qo'shinimi taslim bo'lamiz davosa, saneliqi banditlar bilan butunlay tugashmamsan. Men shu xohlaganimni qilaman. Bochoqor. Otaq kuyog'lim. O'zing menga otaq qizim bilan turmush kechirdig'ingni degan-ku. Yana o'zgarib qapsan ha? Mening aldinib qog'im yo'q. Davozning yo'lini tutmasang, egri ziyon tortsan. Voy, sizdek hamoqatga tushuntirib bilamagan bo'ldilar. Bochoqor. Sen rostli tuyuq yo'lda mangamsan. Anisi men berib, otaq qizimni sen taloq qilib yetishni deyman. U meni taloq qilib yetamda. Uni men taloq qilib yetamanmiki? Bu aramliqni odatda shundoq aqlliq edi. Bugun ajabda to'p qapta. Wang Cho'qir vakiligar. Dadingiz uni olmaydi. Dalil isbotsizlar. Wang Cho'qirni joylayversak, to'pning beshi yo'q bo'lib, ishimiz tasga to'xtaydi. Wang Cho'qirni joylab etishda isbot bo'lmaydi. Atrat boshlig'i bormi? Atrat boshlig'i! Kiring. Dograt atrat boshlig'i. Bugun dadangiz meni izlab beribdi. Sizni izlab nima qiladi ekan? Siz bilmaysiz. U og'ziga kaginni jo'yladi. O nima dedi? Ucu mana Aliyan ayaklar berib turaman. Hop. Dadangiz sizni haqiqatga qaytmoqchi dedi. Ha? Mushundaq o'yin bor. Ha? Rasman? Ras? Ha? Wang Bigem. Endi Jahonni kompartiya so'rab ketdi. Biz vaziyatni o'ngshayolmaymiz. Jahonga baqqan donishmand debdi ekan. Men endi haqiqatga qaytman. Wang Bigem. Men bilan birga kompartiyaga taslim bo'lsangizlar, chiqish yo'li topa olasiz. Wang Bigem. Gapimni anglang. Leyla'da. Bu gaplaringizni Janjan qiz anglab qoladigan bo'lsa, qallingiz ketadi. Juma, men deb qo'yayim. Hay. O qanday anglaydi? Sizga ayon. Men jahondagi birinchi tutun begi. Kompartiya hamon bir kun jinimni oladi. Agar ularga men taslim bo'lsam, o'zimni o'limga tutib bergan bo'lmaymanmi? Ban Yavzo. O'shimizni topmasangiz bo'lmaydi.
Liyan Fu! Sen beni Kompartiyaga taslim bo'lishga undatamsan, ha? Ha, yaxshi. Mana Janjan xon qizni yig'ib emas, o'zini harbiy qonun bo'yicha qattiq jazolansin. Mana! Ming'amsan? Mana! Begim, Ha? Voy, Janjan xon siz mi baqtaysiz? Van Begim, baya Liloda sizga chaqchaq qilib qo'ydi. O'ylab baxmamsiz. U qandaqmi kompartiyaga taslim bo'lsin? Ishga o'tadi, qanday o'ynanyapsizlar, ha? Agar mana ishonmasanglar, voy, bo'pti. Hey, Van Begim! Van Begim! Haras Van Jimbiyo, o'tganda siz menga texi Xo'chi Van Cho'qir akaga yilqi xaridini yolg'on dedi degandingiz ku. To'g'ri. Uni ko'msizlar deganman. Shundoq. Qarang, anjumayisiga berib pandumchakni izlang. Lilovshan uni noyilik doktorxonada deydi. Pandumchakni nemish qiz deyman. Pandumchak Longyin yezliq mahkamaning boshlig'i. U ishki ahvolni biladi. Siz qurolni uning maydasiga tanısangizlar, u hammani deb berdi. Ma'qul. Hozir boray. Tez bering. Hey, Van Jimbiyo, nega mangdingiz? Ha? Men mangdim. Chef Uguan? Ha? Chef Uguan kan bu. Qani, o'kirma. Kirma. Van Begim. Van Jimbiyo anjonayisi ketdi. U ya nima ish qildi ekan? Pandumchakdan tegtaktingizni aniqlaydi ekan. Van Jimbiyo pandumchakni izlab ketibdimi? Pandumchakni izlab ketibdi. Qanday qilamiz? Qanday qilamiz? Qanday qilatoq? Tağdan tushib, Longin bozoriga qaytamiz. Yo'q, kelsak bo'lmaydi. Men kelsam, Jangdagi topshirgan butun Jungoni azod qilish va vazifasini o'rinlayolmayman. U joqda u menga qanday qaraydi? Yelfoning apsi menga qanday qaraydi? Shundoq. Va'da bergan ishni cho'qim qilish kerak-da. To'g'ri. Bu vazifani o'rinlayolmasam, bag'anda javob beraman. Ketmayli. Amsi tezroq amal tepinglar. Amal teping. Qanday amal topimman? Kallam ilishib ketib, hech qanday amal topolmaysam, mushtapta. Bunda qilaylik. Qala qilmaysiz. Van Jimbiyo qaytib kelganda uni yarim yo'l saqlab turay. Qanday qildiqni dabaqa qilay. Vay cho'qir, chatoq oldi, ish chatoq oldi. Kirib, dana. Chatoq oldi. Voy, bir o'diqib ketmay, ya. Avval bir o'ltiring, o'ltiring. O'ltiring. Hey, dana. Ishing chatoq.
ishim qandaqcha taq? Jönjönning deyishicha, sen bir xarita akagan ekansan. O saqt ekan. O Wang Jinbioni pandumchakdan aniqlab kelishga avatdi. Buni qandaq bildingiz? Daryo bo'yiga seni izlab berib, ularning bu ishni deyishayotganini anglab qoldim. U to'g'ri emas. To'g'ri emas. Ha? Neymiş to'g'ri emas? To'g'ri emas deganiki to'g'ri emas shu. Bundaq muhim ishni u ikkisi sizga anlatib turib deyishamda. To'g'ri gap qoldi. Wang Cho'qur, dapaqa. Seni Jangdago'y avatdimi qandaq? Qandaqmi Jangdago'y avatsin? Nimada jo'raysiz siz? Meni o'g'lingiz davoz taqib chiqqan tursa, ha? Wang begim. Lilojon. Bo'ldi. Meni ishim bor. Siz qayting. Wang Cho'qur, ehtiyot qil Jumo. Ma'qul. O'zingni o'ylamasanmi, ota qizimni o'ylab qo'y. Voy, ma'qul. Xo'sh. Wang begim. Uning deb ketdi. Qiziq. Jönjönning Wang Jinbioni pandumchakni izlashga avatganini Lila o'shanmi bilibdi desa? Emsa hozirlamag'ay. Nega borsa nega? Yarim yo'lda Wang Jinbioni saqlab turgan bo'ldim-ku. Ish unda oddiy emas. Buning qilgani endi. Jönjön qiz. Bugun Wang Jinbi ajab ko'rinmaydi. Uni muhim vazifani o'rindashga evatdim. Bu meni vazifa menga munosabatlikmi qandaq? Ortiqcha gumon qilmang-a. Men qandaqmi ortiqcha gumon qilay? Siz ortiqcha gumon qilyapsiz. Nima? Men gumon qildimmi? Siz gumonliq odamni ishlatma. Ishlatgan odamdan gumon qilma degan gap bor. Menga agar ishonmasangiz, hozirla odamlarni boshlab ketib, Luyin tegib ataman bo'lib o'taveray. Voy, Wang begim. Haq kuch ko'rsa quloq solmang. Sizni kommunistlarning turmasidan men qutqizib chiqqan tursam, sizga qandaqmi ishonmay? Jönjön qiz, siz nurg'un qatim o'ri ko'lab meni ishtiratmoqchi bo'ldingiz. Siz meni sarang chaqlab qoldingizmi? Ajab meni ko'ldirasiz. Voy, Wang begim, xuduksirabsiz. Voy, kim xuduksirabdi? Siz-chu bak gumonxo'r ekansiz. Yaxshi attınız. Hey, indep keldingiz? Wang Cho'qur sezib qopti. Emsa men Bo'ldi, qaytib keting. Wang begim. Birodarlar bilan hamma joyni izlabmi? Wang Jinbioni topolmadik. Bo'pti. Hojranglar qaytib buyrug'imni kutinglar. Wang Jinbio degan solta cho'qim yoshirinib oldi. O'ylab baqa. Jönjön ati Anjuga hujum qilamiz deydi. Bu yerdan Anjuga berib kelishga 2 kun ketadi. Wang Jinbio pandumchak bilan ko'rsa qaytib kelalamda.
Ular şu gapni bizga anlatıp bizni aldırmoqchi mi da o'ylab baqsam. To'g'ri. Jan degan chiqi qaymoq odingina o. Bu qandaq gap, ha? O kommunistlarning jasus ekan. O'ltirsang o'ltir. Qo'rqatni oz qil. Etmanglar. Mana. Bugun kommunistlarning jasusmikan? To'g'ri. Aytam sen yo'q. Aytam! Aytam! Qanchalik chidaydiganini men bir ko'ray. Aytam sen yo'q. Aytam! Aytam! Aytam sen yo'q. Aytam o'ldirayman. Aytam! Aytam! Aytam sen yo'q. Bo'lsa urib o'ldirayman. Aytam! Seni öldüreydim. Buguncha kommunistlarning jasuskan. Aytam sen yo'q. Bo'lsa urib o'ldirayman. Seni kommunistlar aytganmi? Uni qamoq qo'yinglar. Qo'y. Van begim, ko'rdingizmi? Kommunistlar bek yamanki, aramizga jasus kirgizibdi. Voy, shundaymi? Harakatni oldiq surimiz, qo'shinimiz har vaqt tayyor tursin. Ma'qul. Van begim. Man. Qo'zg'almang. Hargiz o'rningizdan qo'zg'almang. Yetavering. Van begim, meni yo'qlab kelmasangiz bo'ladi. Buningda chetilib qolasiz. Sizni rastla kommunistlar evetganmi? Shundoq. Nimaga evetgan? Ularning muddaosini igilab, fursat tepib, ularni biraqli yo'qotmoqchi bo'lgan. Yurigingiz atning kallisidek vaknasizning ey. Biz kommunistlarning hammasi Botir Azimat. Van begim, meni qutqizib qo'ysangiz bo'pti-ekan. Men yuqoriga doklad qilaman. Men tog'dan tushaman. Ular oqshomliqqa Anjovga hujum qilmoqchi. Vaqt qolmadi. Sizni qutqizish mening qo'limdan kelmaydi. Agar Janjanxon qiz bilib qolsa, kallam ketadi. Sizga to'g'ri qaraqa keldim. Buni ichib qo'ying. Rahmat. Birashta. Hajtingiz tushsa, tinmay davram. Van begim, bir narsani tog'dan ep tushib beralasizmi? Qanday narsani? Bizning ikki yo'ldoshimiz tog' etigida do'kon ochdi. Buni unga topshirib bersangiz, ular odam boshlab kelib meni qutqizadi. Van begim, o'tinib qolay. Sinancha bu
chaqmoqni apirib beraymi, apirib bermaymi? Hey, yana mendan so'raysizg'o. Agar u saxt kommunist bo'lib qolsa, Emsa apirib berma. agar u ras kommunist bo'lib qolsa, Emsa apirib berang. voy, san gap qilsa, nolga tankanjima, voy bo'ldilar. Voy cho'qir. Bu yerda nima ish qilyapsan, ha? Mundaq aylanib kelaymi deyman. Hey, bu ibodatxonada turib bak zerikib ketdim. Voy cho'qir. Billa aylanayli, ha? Ma'qul, aylansak aylandik. Ikki piyola choy damlang, ha? Bu isil çay. Isil çekin. Issig'im ishib qopti. Qara, bu yerga qo'rqoq chiqdi. Voy cho'qir. Shefuganni kommunistlar avatibdi. Ha. Hey, kommunistlar har qanday ishni qila oladi ekan. Senmi jahonga beqishni o'rganib ol. Bu yergi ishlar xatarli ekan. Siz yaxshisi Loyin bozorga tezroq qaytib keting. Hey, davozi men bilan ma'masa, men tog'dan tushmayman. O'g'lingiz davosi jahil gomendan o qandoq gapingizni olsin. Men uning ko'z quloq bo'laman. Yomon ishni to'saman. Sizchi uchiga chiqqan jahil ekansiz. Nimaga qarayapsiz? Qarab turing. Hozirli ish oydinlashadi. Xodimindan boshtal bering ha. Satmayman, nerkat. Sütib bering. Satmayman. O'tganda sütib bergan tozg'o. Bugun satmayman. Xodimimdan bir qop bering. Ha, ma'qul. Vay qibala, tamaki olaman desa, nima ish satmaysiz? Ha, pash satmayman. Tijoratni-chi, cho'ng kichik bo'lsa-mu, qilaverish kerak. Ha, shundoq. Aka, tamaki bagina, bir tal bagina xumorim bek tutib ketdi. Qaytib ket. Voy, bir tal bagin. Qaytib ket. Yo'q. Ma. Tezroq iching'a, Fo'shan ibodatxonasiga qaytamiz. Ta'mlik choy ekan, uzoqroq o'ltirayli. Sizningcha kommunistlarning qo'shinida bangi bormi? Nimalar deydigansan? Kommunistlar kelib, apyondukkini, poshxona va qimorxonni taqab, bek yaxshi qildi. Aram Jön bilan Şefgan. Mana
ishiltibdi. Damig'i tushgani qil qaptimi? Do'g'lat, jonjon xalqiz. Shef Fugan meni qutqizib degandi. Men ma'qul olmasam, u menga bir chaqmoqni tog' etigida do'kon ochadigan sherigiga topshirib berishni aytdi. Men uning ikki sherigini bog'lab taqlab chiqdim mana. Teğe bir tapancha oljaldım. Yaxshi. Xizmat ko'rsatdingiz. Mana albatta xizmat ko'rsatmanda sizga. Jonjon xalqiz. Shef Fugan degan odamni menga topshirib bering ha. Birodarlarimga aytay, bu so'ltakning terisini ta'tir suyib, rosa bir adini versin. Yo'q. Yo'q. Ne bo'ldi? Siz kommunistlarga qattiq qo'ltiringiz bu qatim ajab rahim qilib qoldingiz a? Shef Fugan degan kommunist. O odatdagi odamlardan emas. Bo'ldi ya? Bo'ldi. Şiknaş. Sizler çıkıp ketinglar. Qanday qildi? Doklad xas vakil. Bang cho'qur maxfiy qarorimizni bog'lab ketdi. Onunğa meni qutqiz deb ekansiz. Wang cho'qurni zodi kommunistlar evatganmidi? Buni bilgili bo'lmadi. Ahvol jiddiy. Darhol harakatlanaylik. Uning haqiqiy ahvolini aniqlaylik. Bo'lmasa, ig'ir ziyon tortamiz. Xo'p. Xas vakil. Hiç tushunmadim. Wang Jinbiao Li Laoshanni o'ltirman desa, nimishqa to'sib oldingiz? O'ylab baqmamsiz. Li Laoshanni o'ltirsak, o'g'li buyani beshi kelmamdi. Tushundim. Li Laoshandan ansirmayman. Mening ansiraydiganim Wang cho'qur. U cho'qim haqiqiy salohiyatini sezib qoldi. Endi o'ttirib chiqay. Şeyh Hasvekil yol yo'riq berdi. Siz kommunist emasmi? O'ltiringlar. O'ltiringlar. Ko'pchilik o'ltiringlar. Janoblar. Ben yuqorining buyrug'ini topshirib oldim. Ata harakat qilamiz. Anjog'i berib, Azadlık armiyaning o'q-dori ambirini portlatib, Chingdu so'fitiga buzg'unchilik qilamiz. Li Laoshan taqi chiqib, Wang Yoziga avojliq tepmagan bo'lishi mumkin. Ishni baldiroq o'rlashtiraylik. Xotirjam bo'ling. Men o'rlashtirib qo'ydim. Bundaq bo'lsin. Men amililashtirib o'tay. Vallahi anyo hujum qilib o'q-dori ambirini portlatdi. Sen tog'dan darhol tushib, Jangdao'ga aytib qo'y. Ma'qul. Jonjon xalqiz. Tangjishi, nega borsan? Oziq-tuliq qolmadi. Berib yov meva ekilaman. Tog'dan tushsang qanday yov meva topalaysan? Tog'dagi mevalarni asosiyati uzib bo'ldik. Tog'dan tushmay amal yo'q. Faqat bo'lmasa dehqonlarni bulab kelaman. To'xta. Tog'dan tushmaysan, men bilan qayt. Jonjon xalqiz, yeydigan narsalarni epli kelaman. Buyrug'imga xiloflik qilmoqchimi? Men askar emas, meni boshqarolmaysiz. Tangjishi, to'xta! To'xta deyman. Aldayman dema. Bilaman. Sen anjog'i berib kommunistlar xabar yetkazmoqchi. Ha?
Jo'jaxon qiz. Bu degan jonga taqiladigan ish. Qalaymiqan gap qilmoqchimi? Meni isbot yo'q deb qoldingmi? Buni bilsangiz yaxshi. Siz bilan gap taqalishib o'tirg'im yo'q. Men ketdim. Voy. Voy jon. O Junto'nun yalaqchisi. O ko'ni qarab. Zongsay, talay odamni xato o'ltirishga bo'ldiki, birini qochirib qo'yishga bo'lmaydi degan. Jon. Voy. Tog'dan tushgan onu bir ko'ray. Ulan begim. Men tog'dan tushamedim.